Diqqat, aholiga tezkor xabar. Pensiya tayinlashda hisobga olinmagan ish stajlarini onlayn tekshirish va o'zgartirish mumkinligi aytildi. Bugun buni batafsil tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Ko'pchilik fuqarolar pensiya tayinlanganda ayrim ish stajlari hisobga olinmay qolgan bilmaydi. Endilikda esa bu ma'lumotlarni uydan chiqmagan holda onlayn tekshirish imkoniyati mavjud. Pensiya jamg'armasi tashabbusi bilan my.go.uz orqali maxsus elektron xizmat ishga tushirilgan. Ushbu xizmat orqali fuqarolar quyidagi ma'lumotlarni onlayn ko'rishlari mumkin. Pensiya tayinlashda hisobga olinmagan ish stajlari. Pensiyaning aniq miqdori. Umumiy ish staji. Hisobga olingan o'rtacha ish haqqi. Pensiyaning tayanch miqdori. Ortiqcha ish staji uchun qo'shimcha to'lovlar miqdori. Eng muhimi, navbat kutmaysiz. Hujjat tashib yurmaysiz. Ma'lumotlar bir necha soniyada elektron shaklda taqdim etiladi. Bu nima uchun muhim? Ayrim hollarda eski ish joylari ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'lishi, staj hisobida xatolar bo'lishi, ayrim yillar inobatga olinmay qolishi mumkin. Shu sababli har bir fuqaro o'z pensiya ma'lumotlarini muntazam tekshirib turishi tavsiya etiladi. Ushbu ma'lumotlarni pensioner ota-onangiz va yaqinlaringizga ham yuboring. Ko'pchilik bu xizmat haqida hali bilmaydi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.